Jadval bor ekan, u jadvalning eni 360 pikselga teng ekan. Jadvalimiz bor ekan, 360 piksel ekan eni. Birinchi qator ochilibdi-da, 108 piksel ekan eni uni. Birinchi qator, birinchi teri ochildi mana bu yerda. Birinchi tedimiz mana bu yerdan. Birinchi tedi ochiladi mana bunaqasiga. 360 ni 108 qiladigan bo'lsa agar 3 dan sal ziyodrog'i. Shuncha taxminan oldik. Chiroqroq chiqishi uchun 108 piksel ekan va bu yerda 27 soni bor. Hech qayerda birlashtirishlar yo'q. Demak, mana shunday qilib o'zini yozdik. Ustun yopildi. Keyingi ustun 35% ekan, row span 2. Bu degani ikkita qator birlashdi. Ikkinchi terimizga o'tdi-da, mana bu yerda. Birlashdi 35%. Demak, 360 100% bo'lsa, x barobar 35% ni topamiz. X barobar 360 ni 100 ga ko'paytirib 35 ga bo'lishimiz kerak. Yoki oson usuli 360 ni shunchaki 0.35 ga ko'paytirib yuborish. Kalkulyatorda ishlamoqchi bo'lganlarga. Xato yetib qoldik. 360 kara 35 ni bo'laman 100 ga. Kalkulyatorda 36 kara 35 ni 10 ga bo'ladigan bo'lsam, mana bu 10 bilan 35 qisqarsa, bu yerda 7 qoldi. 7 ta 36. 7 ta 36 qoldi, shundaymi? 18. 36 ni 7 ga ko'paytirsak 252 bo'lmaydimi bu? Qanaqadir katta bo'lib bo'ladi. 2 ham qolib ketdi-ku pastda. Nima qoldi? 10 ga olyapmiz-ku, siz 5 dan yedingiz, pastda 2 qoldi-da. Aha, 126 bo'ladi, shundaymi? Shunday. Aha. 126 108 dan salgina kattaroq, mana bundayroq qilib yozsak bo'ladi. Oy, iloncha bo'ldi. 126 piksel va ichida nima bor ekan? 35 bor ekan. Keyingi ustunimiz 17 ekan ichida. Undan keyin yana bitta 20 miz bor ekan. Demak, qolgan qismini teng 2 ga bo'lib, birlashmagan ish nima? Asroran qoldi. Qolgan qismini teng 2 ga bo'ldik-da, mana bu yeri 17, mana bu joyiga 20 ekan. Endi qancha piksel qolyapti bularga? 360 dan ayiramiz 126 ni va 108 ni. Mana shu qolgan qismini teng 2 ga bo'lib qolamiz keyin. Ayiradigan bo'lsak 10 dan 2 ta olib berar ekan. 20 dan 14 ketsa 6 qolar ekan, ikkitasi ketsa 4 dan 2 ketsa 2 qolar ekan. 1 qolar ekan. 126 da ekan. 126 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 63 pikseldan bo'lar ekan. Demak, bu yer ham 63 piksel, bu yer ham 63 piksel bo'ldi. Qatorimiz va nihoyat tugadi. Keyingi qatorga ustunni ochdik-da, 19 deb qo'ydik mana. O'lchami yuqoridagi qator bilan berilgan. Keyingisida call span 2 turibdi, ya'ni ikkita ustunni birlashtirgin degan. Mana bu ikkalasi birlashdida 17 soni yozildi. Jadvalning uzunliklari teng kataklar juftliklar soni a ga teng deyapti. Ve teng bo'lganlarni topishdan avval buni ham topib qo'yishimiz kerak. Qancha edi bu? 126 deydi. 126. Mana endi mana bu bilan mana bu 8 bitta. Mana bu 126,
Mana bu 126. Plus yana bitta bo'ldi. Bu ham 63, bu ham 63. Plus yana bitta bo'ldi. Jami 3 ta juft bo'ldi, shundaymi? 3 ta juft demak A teng ekan 3 ga. Birlashtirilmagan katakchalar soni B ga. Demak, B teng ekan. Birlashtirilmagan qayerda? Mana. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta ekan. Ushbu sonlar ko'paytmasini toping. 3 kara 4 12. A javob ekan.